Ikkinchi mavzu to'g'ri va noto'g'ri fikrni aniqlash. Birinchi savol. Shifokorlarning fikriga ko'ra, keksalikda ham sog'lom tishlarga ega bo'lish uchun kuniga 2 mahal tish yuvish pastasidan foydalanish va kamida har 6 oyda tish shifokori ko'rigidan o'tish kerak. Bu yerda kerak so'zi kelyapti. Demak, bu zaruriylik shartiga tushyapti. Endi gaplarni tahlil qilishni boshladik. Birinchisi Ramziddin. Karima buvi keksa, uning tishlari esa sog'lom. Demak, u kuniga 2 marta tish yuvish pastasidan foydalangan. Endi gapimizga keladigan bo'lsak, gapimizda sababi kuniga 2 mahal tish yuvishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi kamida 6 oyda tish shifokoriga borish bo'ladi. Natija esa sog'lom tishlarga ega bo'ladi. Endi zaruriylik shartida formulasiga ko'ra sababimiz plus bo'lganda natijamiz ikki xil natijaga olib kelardi. Plus bo'lishi ham, minus bo'lishi ham mumkin edi. Birinchi fikrda ko'rganimizdaqa sog'lom bo'lish uchun muntazam sport bilan shug'ullanish kerak. Asadbek muntazam sport bilan shug'ullandi. Asilbek muntazam sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'lmay qoldi. Bu bo'lishi mumkin. Demak, sababimiz ikki xil natijaga olib kelyapti. Sport bilan shug'ullanish sog'lom bo'lishga ham, sog'lom bo'lmaslikka ham olib kelyapti. Lekin muntazam sport bilan shug'ullanmasa, aniq sog'lom bo'lmaydi degani. Endi fikrimizga qaytadigan bo'lsak, Ramziddin Karima buvi keksa, uning tishlari esa sog'lom. Demak, u kuniga 2 marta tish yuvish pastasidan foydalangan. Tish pastasidan foydalanishi bizda sabab edi, sog'lom bo'lishi natija edi. Endi sog'lom bo'lyapti, plus bo'lyaptimi? Demak, aniq sababi ham plus bo'ladi. Natija plus bo'lsa, sabab ham aniq plus bo'ladi. Demak, buni to'g'ri olishimiz mumkin. Ahror, men har 6 oyda tish shifokoriga boraman. Demak, men keksayganimda tishlarim sog'lom bo'ladi. Sabab ikki xil natijaga olib kelardi. Bizda ham xuddi shunaqa har 6 oyda shifokorga borgani bilan kuniga 2 mahal tish pastasidan foydalangani bilan u sog'lom bo'lmasligi mumkin. Ikki xil natijaga olib keladi. Aniqlay olmaymizmi? Buni ola olmaymiz. Bu xato bo'ladi. Javob: kimning fikri to'g'ri? Ramziddinning to'g'ri. Demak, A javobni olishimiz mumkin. Ikkinchi savol. O'qituvchi IELTSdan yuqori ball olishi uchun kuniga kamida 8 soatdan ingliz tili bilan shug'ullanishi kerak. Bu yerda ham kerak so'zi kelyapti. Demak, zaruriylik shartiga tushyapti. Sabab bu yerda 8 soat dars qilish bo'lsa, 8 soat ingliz tili bilan shug'ullanish bo'lsa, natija IELTS olish bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa sababdan natija kelib chiqadi. Endi fikrni tahlil qilishni boshladik. Nozim: Jamila dushanba kuni 10 soat ingliz tilidan dars tayyorladi. Demak, u IELTSdan yuqori ball oladi. Uni ingliz tili bilan 8 soat shug'ullanishi ikki xil natijaga olib kelardi. U IELTS yuqori ball olishi ham mumkin, yuqori ball ola olmay qolishi ham mumkin. Demak, Nozimning gapini to'g'ri deb ayta olmaymiz. Demak, xato bo'ladi. Ikki. Mirzabek Salim haftasiga 5 kun 12 soatdan dars tayyorlaydi. Demak, Salim IELTSdan yuqori ball olishi aniq. Bu ham yuqoridagi gap bilan bir xil ekan. U dars qilgani bilan IELTSdan yuqori ball ola olmasligi ham mumkin. Demak, bunga ham xato deymiz. Kimning fikri to'g'ri? Ikkalasi ham xato bo'ldi. Demak, D javobni olar ekanmiz. 3. Yangi O'zbekiston universitetiga o'qishga kirish uchun matematikani yaxshi bilish, ingliz tilidan IELTS sertifikatiga ega bo'lish kerak. Bu yerda ham kerak so'zi kelyapti. Demak, zaruriylik shartiga tushyapti ekan. Bu yerda sababimiz matematikani yaxshi bilish, ingliz tilidan IELTS sertifikatiga ega bo'lish bo'layotgan bo'lsa, natija Yangi O'zbekiston universitetiga o'qishga kirish bo'ladi.
Demak, fikrimizni o'qiymiz. Erkin. Ingliz tilidan IELTS sertifikatiga ega bolalarning hammasi Yangi O'zbekiston universitetiga kira oladi. Uni ingliz tili sertifikati bo'lgani bilan, matematikani yaxshi bilgani bilan Yangi O'zbekiston universitetiga kira olmasligi mumkinmi? Demak, xato. Aniqlay olmaymiz, demak, xato olib ketaveramiz. Valijon, Sevinch Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi, demak u matematikani yaxshi biladi. Endi natijamiz plus bo'lyapti. U aniq Yangi O'zbekiston universitetida o'qiyapti, demak u rostdan ham matematika bilan yaxshi shug'ullangan yoki ingliz tili sertifikatiga ega. Demak bunga to'g'ri deb javob bersak bo'lar ekan. Kimning gapi to'g'ri? Bizda Valijonning gapi to'g'ri bo'ldi. Bu javob Bda turibdi ekan. 4-savol. Qiziqarli hayotiy tajribalarsiz yaxshi she'r yoza olmaysiz. Bu degani, yaxshi she'r yozsa, unda qiziqarli hayotiy tajriba bor degani. Chunki tajribasiz u yoza olmaydi. Boshqachasiga hayotiy tajribasi yo'q, yaxshi she'r yoza olmaydi. Yoki yaxshi she'r yozish qiziqarli hayotiy tajribalari bor degani. Endi Rustamning fikri, mening akam ba'zi sarguzashtlarda bo'lgan va qiziqarli odam bilan uchrashgan. Shuning uchun u yaxshi she'r yozishi aniq. Akamda qiziqarli hayotiy tajriba bor. Shartda tajriba bor, yaxshi she'r yozadi degani yo'q. Shartda faqat she'r yozish uchun tajriba zarur, lekin tajriba bor degani u avtomatik she'r yozishni bermaydi. Boshqa omillar ham bo'lishi mumkin. Demak, Rustamning gapini ola olmaymiz, xato bo'lar ekan. Elyor, mening katta xolam o'zi yozgan go'zal she'rlari uchun sovrinlarni qo'lga kiritdi. Shuning uchun u qiziqarli hayotiy tajribalarga ega bo'lsa kerak. Xolasi yaxshi she'r yozgan, sovrin olgan, shartga ko'ra yaxshi she'r yozyapti, qiziqarli hayotiy tajribalari bor. Bu to'g'ridan to'g'ri shartdan kelib chiqyapti. Demak, bunga xulosa qilib to'g'ri desak bo'lar ekan. Agar yuqoridagi ma'lumotlar rost bo'lsa, kimning fikri to'g'ri? Rustamniki xato, Elyorniki to'g'ri. Bu javob bizda Bda turibdi ekan. 5. Nasaf futbol klubi matematika o'qituvchimizning sevimli futbol jamoasi va bu jamoa yutqazgan paytda o'qituvchimizning kayfiyati doimo yomon bo'ladi. O'qituvchimiz yomon kayfiyatda bo'lganida u bizga doimo qo'shimcha uy vazifasi beradi. Shartga ko'ra Nasaf yutqizsa, o'qituvchining kayfiyati yomon bo'ladi, natijada qo'shimcha uy vazifasi beradi. Nasaf yutqizsa, qo'shimcha uy vazifasi beriladi, bu degani. Demak, ketdik. Valijonning fikri, o'tgan haftada qo'shimcha uyga vazifamiz bor edi, demak Nasaf jamoasi yutqazgan bo'lsa kerak. Bu teskarilik mos kelmaydi. Bu yerda o'qituvchini sevimli futbol jamoasi Nasaf yutqizyapti, o'qituvchining kayfiyati tushyapti, natijada uyga vazifa beryapti. Endi bu Valijonning gapi desa, xuddi shuni teskarisi bo'lib qolyapti. Uyga vazifa beryapti, demak yutqazgan bo'lsa kerak, deyapti. Buni biz aniq bila olmaymiz, demak xato bo'lar ekan. Ali, bu haftada Nasaf jamoasi yutqizsa, bizga yana qo'shimcha uy vazifasi berilishiga aminmiz. Rostdan ham bu shartga tushyapti endi. Nasaf jamoasi yutqizyapti, o'qituvchining kayfiyati buziladi, natijada o'qituvchining kayfiyati buzilsa, qo'shimcha uy vazifasi beriladi. Bunga to'g'ri desak bo'lar ekan. Agar yuqoridagi ma'lumotlar rost bo'lsa, kimning mulohazasi to'g'ri? Aliniki to'g'ri bo'lyapti, Valiniki xato bo'lyapti. Demak, javob B. Prezident maktabiga kirish imtihonidan o'tish uchun matematika va ingliz tili fanlarini yaxshi bilish kerak. Bu yerda kerak so'zini alohida ajratib olamiz. Kerak so'zi zarur so'ziga sinonim bo'lyapti. Endi gapimizni yana ikki qismga ajratib olamiz. Bu yerda ham xuddi o'sha ikkita sodda gapimiz bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Birinchi sodda gapimiz prezident maktabiga kirish imtihonlaridan o'tish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz matematikani yaxshi bilish
va ingliz tilini yaxshi bilish bo'lyapti. Endi sababdan xulosa kelib chiqadi, natija kelib chiqadi. Bu bizning gapimizda sabab matematika bilan ingliz tilini bilish bo'lsa, natija prezident maktabiga kirish bo'ladi. Bu yerda endi zaruriylik sharti keladi. Fikrlar orqali o'qiymiz. Alibek: Ibrohim matematikani yaxshi biladi, shuning uchun u imtihondan o'ta oladi. Endi zaruriylik sharti kelganda, u matematikani, ingliz tilini yaxshi bilishi ikki xil natijaga olib kelardi. Prezident maktabiga kirishi ham mumkin edi, prezident maktabiga kira olmasligi ham mumkin edi. Endi Alibekning gapida imtihondan o'ta oladi deyapti. Biz aniq o'ta oladi, o'ta olmaydi deya olmaymiz. Demak, buni xato olarkanmiz. Farruh: Ibrohim ingliz tilini yaxshi o'rgana olmadi, shuning uchun u imtihondan o'ta olmaydi. Endi sababimiz minus bo'lyapti. U ingliz tilini yaxshi o'rganmadi, demak u aniq imtihondan o'ta olmaydi. Bu to'g'ri. U holda kimning gapi to'g'ri? Demak, Farruhning gapi to'g'ri bo'ldi. B javob bo'lar ekan. 7. Sarguzashtsevar kishilar tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Ushbu ma'lumotdan quyidagi gaplarning qaysi biri to'g'ri ekanini aniqlang. Sarguzashtsevar kishilar tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Endi bu yerda yetarlilik degan narsa keladi. Sarguzashtsevar bo'lish asos bo'lyapti. Natijada tavakkal qilishdan qo'rqmaslik kelib chiqyapti. Sababdan natija kelib chiqyapti. Demak, sababimiz sarguzashtsevarlik, xulosa tavakkal qilishdan qo'rqmaslik. Kishi sarguzashtsevar bo'lsa, u tavakkal qiladi. Tavakkal qilsa sarguzashtsevar bo'ladi degani emas bu. Endi fikrlarni o'qiymiz. Bahodir: mening tog'am tavakkal qilishdan qo'rqmas edi. Demak, u sarguzashtsevar inson. Agar u sarguzashtsevar inson bo'lmaganda ham bizda ikki xil natija berardi. U tavakkal qilishdan qo'rqishi ham, qo'rqmasligi ham mumkin edi. Bunga aniq bir javob bera olmaymiz, xato olamiz demak. Nodira: mening amakim sarguzashtsevar, shuning uchun u doim tavakkal qilib yursa kerak. Endi bu xuddi gapimiz bilan mos kelyapti. Sarguzashtsevar bo'lyapti, demak u aniq tavakkal qilib yuradi. Buni to'g'ri olsak bo'ladi. Bizda demak Bahodirniki xato, Nodiraniki to'g'ri. Javob B Nodiraning. 8. Mash sarvari daraxti tez-tez sug'orilmasa qurib qoladi. Bu yerda ham endi xuddi yuqoridagi gapimizdaqa yetarlilik degan shart kelyapti. Fikrlarni o'qiymiz. Botir: mash sarvari daraxtini tez-tez sug'orib turadi, shuning uchun u qurib qolmaydi. Gapimizda mash sarvari daraxti sug'orilmasa, ya'ni sabab sug'orilmasa, natijada u qurib qoladi. Sug'orilmadimi, bo'ldi, aniq qurib qoladi. Endi sug'orilsa qurib qolishi ham mumkin, qurib qolmasligi ham mumkin. Gapimizda aytayaptiki, sug'oriladi, demak aniq qurib qolmaydi. Qurib qolishi ham mumkin deganimiz uchun bunga xato olamiz. Jalol: Bilol mash sarvari daraxtini tez-tez sug'ormayapti, shuning uchun ushbu daraxt qurib qoladi. Aniq sug'ormayaptimi, qurib qoladi dedik. Demak, bunga to'g'ri desak bo'lar ekan. Kimning fikri to'g'ri? Anvarniki xato, Jalolniki to'g'ri. B javob. 9. Prezident maktabiga kirish uchun yaxshi ustozdan ta'lim olish kerak. Demak, endi kerak so'zi kelyapti. Bu zarur so'ziga sinonim bo'ladi. Biz bu kerak so'zi bilan tanishmiz. Zaruriylik shartini kalit so'zi hisoblanadi. Bu yerda sabab yaxshi ustozdan ilm olish bo'ladigan bo'lsa, natija prezident maktabiga kirish. Demak, gapimizning birinchi qismi yaxshi ustozda o'qish, ikkinchi qismi esa prezident maktabiga kirish. Zaruriylik shartida yaxshi ustozdan ta'lim olishi
ikki xil natijaga olib kelardi. U prezident maktabiga kira olishi ham mumkin, kira olmasligi ham mumkin. Endi yaxshi ustozda ta'lim olmayaptimi, u aniq prezident maktabiga kirmaydi. Hoshim: Aziz yaxshi ustozdan ta'lim olyapti, menimcha u prezident maktabiga kirsa kerak. Yaxshi ustozdan ta'lim olishi sabab plus bo'lyapti, natijamiz ikki xil bo'lardi. Demak, bunga aniqlab bo'lmaydi, xato olamiz. Nodir: Umar prezident maktabiga kirdi, demak u yaxshi ustozdan ta'lim olgan. Yaxshi ustozdan ta'lim olishi ikki xil natijaga olib kelardi. Prezident maktabiga kirishiga, kirmasligiga. Buni natijasi aniq plus bo'libdi. U prezident maktabiga kirib bo'ldi. Demak, u aniq yaxshi ustozdan ta'lim olgan. Buni to'g'ri desak bo'ladi. Kimning fikri to'g'ri? Hoshimniki xato, Nodirniki to'g'ri. Demak, javob B bo'lyapti. 10. Paxta sug'orib turilmasa yaxshi hosil bermaydi. Endi bu yerda kerak so'zi yo'q. Bizda yetarlilik degan shart kelyapti. Paxta yaxshi sug'orilmayapti, vaqtida sug'orilmayapti. Demak, natijada yaxshi hosil bermayapti. Gapimizni ikki qismga bo'ladigan bo'lsak, birinchi qism vaqtida sug'orilmaslik, ikkinchi qism yaxshi hosil bermasligi. Endi yaxshi sug'orib turmaganidan u hosil bermayapti. Demak, vaqtida sug'orilmasligi sabab bo'ladigan bo'lsa, yaxshi hosil bermaydi, bu natija bo'lyapti. Sababdan natija kelib chiqyapti. Fikr: O'tkir: o'tgan yili G'ani fermerning paxtasi yaxshi hosil bermadi, demak u paxtani vaqtida sug'ormagan. Paxtani vaqtida sug'ormasa aniq yaxshi hosil bermasdi, lekin vaqtida sug'orilib turilsa, u yaxshi hosil berishi ham, hosil bermasligi ham mumkin. Bu aniq yaxshi hosil berdi, vaqtida sug'ormadi deya olmaymiz. Bu ham xato bo'lar ekan. Sardor: G'ani fermer bu yil paxtani vaqtida sug'ordi, demak bu yil uning paxtasi yaxshi hosil beradi. Vaqtida sug'orishi ikki xil natija beradi. Uni paxtasi yaxshi hosil berishi ham mumkin, hosil bermasligi ham mumkin. Demak, bu ham xato bo'lar ekan. Kimning fikri to'g'ri? Ikkalasi ham xato degan javobni olar ekanmiz. Bu D da turibdi ekan. 11. Emu tuxumi to'q yashil oq dog'lar bilan bezatilgan va uzunligi 13 cm gacha bo'lishi mumkin. Faqat tuyaqush tuxumi bu tuxumdan kattaroq hisoblanadi. Gap: Aslidan bu tuxum to'q yashil va juda katta. Shuning uchun u emu tuxumi ekanligi aniq. Gapda o'qiydigan bo'lsak, tuyaqush tuxumi bu tuxumdan katta deyapti. Lekin bu yerda juda ham katta deyapti. O'lchamini aytmayapti bizga qanchaligini. Demak, buni aniq emu tuxumligini bila olmaymiz. Javob xato bo'ladi. Azizbek: lekin bu tuxumning uzunligi taxminan 10 cm gacha, shuning uchun u emu tuxumi bo'lishi mumkin emas. Emu tuxumi bo'lishi uchun 13 cm gacha bo'lishi kerak. U 10 cm bo'lishi ham mumkin, 11 bo'lishi ham mumkin. Demak, buni olsak bo'ladi. Lekin emu tuxumi emas deyapti. Demak, bu ham to'g'ri kelmas ekan. Agar yuqoridagi mulohazalar rost bo'lsa, kimning mulohazasi to'g'ri? Asliddiniki ham xato, Azizbekniki ham xato. Bu javob D da ekan. 12. Bugun tushlik paytida yig'ilishda qatnashgan talabalargagina kelasi hafta muzeyga ekskursiyaga chiqishga ruxsat beriladi. Mana bu gina qo'shimchasi bizga zaruriylik shartini bildiradi. Sababimiz tushlik paytida qatnashish kerak yig'ilishga, natijada u kelasi hafta muzeyga ekskursiyaga chiqishga ruxsat beriladi. Agar yig'ilishga qatnashsa, ekskursiyaga chiqishi ham mumkin, chiqa olmasligi ham mumkin. Lekin ekskursiyaga chiqmadimi, u aniq teskarisi. U tushlik paytida yig'ilishga chiqmadimi, u aniq ekskursiyaga chiqa olmaydi.
Qani ketdik. Abrorning fikri. Javlon bugun yig'ilishga boryapti, shuning uchun u albatta ekskursiyaga chiqadi. Yig'ilishga borsa, ekskursiyaga chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin. Bunga biz aniq bir nima deya olmaymiz. Demak, javob xato bo'ladi bunga. Temur: Nurbek bugun tushlik payti kriket amaliyotiga boradi, shuning uchun u ekskursiyaga chiqa olmaydi. Biz fikrimizda kriket o'yini haqida gaplashganimiz yo'q, demak bunga xato olarkanmiz. Agar yuqoridagi ma'lumotlar rost bo'lsa, kimning mulohazasi to'g'ri? Akkalasining ham xato ekan, bu D javobda turibdi. 13. Zokir va Shokir aka-uka, ularning ota-onalari ularga agar uy vazifalarini bajarmagan bo'lsangiz, bugun futbolga borishga ruxsat berilmaydi dedilar. Gapimiz ikkita qismdan iborat. Birinchi qism uyga vazifa bajarmagan bo'lishi, ikkinchi qism futbolga borishmasligi. Ular uyga vazifa bajarmadimi? U aniq futbolga bormaydi. Uyga vazifa bajarsa, borishi ham mumkin, bormasligi ham mumkin. Birinchi gap, Zokir futbolga keldi, ammo Shokir kelmadi. Demak, Shokir uyga vazifalarni takrorlay olmagan. Agar u uyga vazifa qilganda ham kasal bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, bora olmasligi mumkin. Buni aniq to'g'ri deya olmaymiz, xato bo'lar ekan. Doniyor: Zokir futbolga ketayotgan bo'lsa, demak u uy vazifasini bajargan bo'lsa kerak. Zokir futbolga ketyaptimi? Demak u aniq uyga vazifasini bajargan. Agar u uyga vazifasini bajarmaganda, ota-onasi unga ruxsat bermagan bo'lardi. Bunga to'g'ri desak bo'ladi. Agar yuqoridagi ma'lumotlar rost bo'lsa, kimning mulohazasi to'g'ri? Davronniki xato, Doniyorniki to'g'ri. B javob bo'lyapti. Bolalar prezident maktabiga kira olishi uchun tanqidiy fikrlash va ingliz tilidan qo'shimcha kurslarga borishi kerak. Bu yerda kerak so'zi bizga zaruriylik shartini kalit so'zi hisoblanadi. Gapimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qism prezident maktabiga kirish bo'lsa, ikkinchi qism tanqidiy fikrlash va ingliz tilidan qo'shimcha kurslarga borish. Ikkita sodda gapimiz bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Endi bu yerda sabab tanqidiy fikrlash bilan ingliz tilidan qo'shimcha kursga borish xuddi sizga o'xshab. Mana ingliz tili matematikaga boryapsiz, tanqidiy fikrlash o'rganyapsiz, natijada prezident maktabiga kira oladi. Sababdan natija kelib chiqyapti. Endi tanqidiy fikrlash bilan ingliz tilini o'rgangani bilan u prezident maktabiga aniq kira oladimi? Yo'q. Prezident maktabiga emas, Al-Xorazmiga kirishi mumkin, boshqa maktabga kirishi mumkin. Demak, tanqidiy fikrlash va ingliz tilidan qo'shimcha kursga borishi ikki xil natijaga olib keladi. Prezident maktabiga kira olishiga, kira olmasligiga. Lekin bu kurslarga bormadimi, u aniq kira olmaydi. Nodir: men ingliz tili va tanqidiy fikrlashdan qo'shimcha kurslarga boraman, demak men prezident maktabiga kira olaman. Bizga ikki xil natija beradi ingliz tilidan tanqidiydan borish. Demak, buni to'g'ri deya olmaymiz. Madina: Javohir prezident maktabiga kira olmadi, demak Javohir ingliz tilidan qo'shimcha kurslarga bormagan. U qo'shimcha kurslarga borgan bo'lsa ham kira olmasligi mumkinmi? Demak bunga aniq to'g'ri deya olmas ekanmiz. Kimning gapi to'g'ri? Ikkalasiniki ham xato degan javob D'da ekan. 15. O'quvchida telefon bo'lsagina u onlayn darsda ishtirok eta oladi. Yana bizda gina qo'shimchasi zaruriylik sharti ekanini bildirib qo'yapti. O'quvchida telefon bo'lsa, u onlayn darsda ishtirok eta olishi ham mumkin, eta olmasligi ham mumkin. Telefoni bo'lgani bilan megabayt bo'lmasligi mumkin, internet ishlamasligi mumkin. Lekin telefoni bo'lmadimi, u aniq onlayn darsda ishtirok eta olmaydi. Telefoni bo'lmasa qanday qatnashadi?
Olimjon, mening telefonim yo'q, lekin Boburning telefoni bor. Menimcha, u onlayn darsda ishtirok etayotgan bo'lsa kerak. Balki uni telefonining ichida sim kartasi yo'qdir. Demak, bunga xato javob olar ekanmiz. Bu to'g'ri javob bo'la olmaydi. Diyora, bugun maktabda Boburning onlayn darsda ishtirok etayotganini ko'rib qoldim. Menimcha, Boburning telefoni bo'lsa kerak. Endi u onlayn darsda ishtirok etyaptimi? Demak, aniq uni telefoni bor. Bu to'g'ri. Kimning gapi to'g'ri? Olimjonniki xato. Diyoraniki esa to'g'ri. Bu javob B'da turibdi ekan.